Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga cruise control tizimi o'rnatilyapti. Hozir bu akamiz boshqa joyga ish qildirgan, endi ishlar qilib bergan. Stroboskop nima qo'yilgan mana. Sifatli ish qildiringlar deb har doim aytayapman. Bu yerda sifatli ish bo'lmagan. Mana buni qarangizlar. Konfet o'raganda o'rab qo'yibdi. Mana ichki holatda elektriklar, ba'zi elektriklar bunaqa ish qilmanglar iltimos sizlardan. Bu mashinani egasi ham bu mashinani pulga olgan. Ertaga qanaqadir zamikani yonib ketish holati bo'lsa, ertaga hech kim javob bera olmaydi. Bu narsani aynan elektrikdan bo'ldi ham deb diagnoz qo'ya olmaydi. Shuning uchun ishni sifatli qildiringlar, sifatli joyda qildiringlar. Misol uchun menga kelib qildiringlar demayman. Sifatli qildirish kerak. Qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bularda qotirgan, bular payka bo'lishi kerak, payka orqali qilinadi. Bu salafanga o'ramas kerak bu narsani. Shunday qilib shunaqa gaplar. Bugun 1-iyun ish faoliyati davom ettiramiz. Cruise control boshqa mashinalarni qilib beryapmiz. Sifat bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar.